Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 3 xona uy so'raganlar uchun sizlarga 3 xona 4 xona qilingan xonadonimizni ko'rsatib o'tamiz. Barcha xonalari alohida-alohida. Bu zal, bu yoqda bolalar xonasi, bu yoqda kattalar yotoqxonasi. Bu uyimiz kirish qismi o'zini koridorda garderoblari bilan. 3 xona uy so'rab yurganlar ekranga yaqinroq kelib, bemalol ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Bu uyimiz zal qismi. Hali remontdan keyin hech kim yashamagan bu xonadonimizda. Ko'rib turganlaringlardek, barcha mebel texnikalari, hatto gilamlari hammasi yangi. Bu tomonda 4-xonasi, bolalar xonasi qilib qo'yganmiz. Bemalol bu yerga stulcha qo'yib dars qilsa bo'ladi. Zalni ko'ryapsizlar, bu tomonda konditsioner ham qo'yilgan. Balkonning o'lchami 2 metrga 6 metr bo'lib, yarmiga choy ichib o'tiradigan stol qo'yilgan. Bu yoqda choy ichib o'tirib, yangiliklarni tomosha qilsanglar bo'ladi. Balkonning yarmiga esa oshxona qo'yilgan. Oshxonani alohida baholab ketinglar. 1 dan 10 gacha. Xolodilniklari, kir mashinalari hammasi yangi, hammasi garantiyalar bilan sotiladi. Duxovkasi bilan gaz plitasi, vitishkalar ham yaxshidan qo'yilgan. Rakovinaga alohida baho berib ketinglar. Hamma funksiyalari bor. Gel, stakan yuvgich, alohida anaqalarni opa-singillarimizga albatta yoqadi. Endi qolgan xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz manzili Chilonzor 6-kvartal, Paris savdo markaziga yaqin joyda joylashgan. Metrolardan Mirzo-Ulug'bek metro yaqin, Novza metro ham unchalik uzoq emas. Bu tomondan sanuzellar alohida. Uyimizning elektrika qismi ham noldan qilingan. Ishdan ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoqda Kamina Jaloliddin sizlarning xizmatinglarda. Endi esa qolgan xonalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda bolalar xonasi. O'g'il bolasi, qiz bolasi borlarga juda ham qulay variant. 2 ta yotoqxona bolalar uchun. Bu tomonda shkaflari. Endi esa yana alohida kattalar yotoqxonasini ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek, kattalar yotoqxonasi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Uyimiz 4 qavatli g'ishtli uyning 3-qavatida joylashgan bo'lib, narxini 97.500 so'rayapmiz. Albatta bizning nomimizdan chiqsanglar, kelishtirib beriladi. Tasvirlar qo'yamiz. Tomonda yuvinish xonasi. Rakovina svetlari bilan. Bu ortiqcha narsa olib ketiladi. Eshik oldidan konditsioner. Uzr. Bu tomondan sveti. Barcha xonalarni ko'rib o'tdinglar. Uyimizga 1 dan 10 gacha baho berib keting. Xonalari alohida, sanuzellari alohida kiriladi. G'ishtli dom, metro yaqin, ipoteka orqali ham sotib olsanglar bo'ladi, yetmagan qismini. Hammaga omad. Bizni kuzatishda davom eting. Ketgacha vaqtingizga rozi bo'linglar.